Hadis rivoyat qilish bo'yicha Oysha roziyallohu anha ayollar ichida birinchi o'rinda. Ayollar ichida. Erkaklarni qo'shganda ham ikkinchi, uchinchi o'rinda turadilar. Unaqa kam emas u kishining rivoyatlari. Vaholanki Oysha roziyallohu anha Rasul akram alayhisolatu vassalom bilan 8 yil, 9 yil birga yashaganlar. To'g'rimi? U 20 yillab yashagan sahobalar bor. U zotdan oldin, mana Savdo onamiz u zotdan oldin Rasul akram alayhisolatu vassalomga turmushga chiqqan edi. Makkadalik paytda turmushga chiqqan edi. Ulardan bunaqa ko'p rivoyat yo'q. Boshqa onalarimiz ham Oysha roziyallohu anhodan keyin ketma-ket Rasul akram alayhisolatu vassalomning xonadonlariga kirib kelishgan. Ular ham hadislar rivoyat qilishgan, lekin ularning hadislari ham juda sanoqli. Lekin Oysha roziyallohu anhoning hadisni, ilmni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi o'ta baland bo'lganidan Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan juda ko'p narsani o'rganib olgan. Va esda saqlab ham qo'ygan. Oysha roziyallohu anhoni Rasululloh sevishlari, yaxshi ko'rishlarining asosiy sababi mana shu ilmga bo'lgan rag'batlari, diyonatga bo'lgan, demak, diyonatda bo'lgan ustunliklari uchun edi. Ba'zi odamlar o'ylagandek, yoshligi uchun, boshqa uchun emas. Chunki Rasululloh akram alayhisolamning ayollari ichida 17-18 yosh, 20 yosh atrofidagi ayollar bor edi. Ya'ni u eng barkamol yoshdagi ayol. Fatima roziyallohu, Oysha roziyallohu anha endi voyaga yetgan. Turmush qurishga yaraydi. Turmush qurishga yaraydi, lekin endi voyaga yetgan, hali kamolat emas. Ayol kishining kamoloti 20-30 yosh atrofida bo'ladi o'zi. Ana o'shandoq ayollik jihatdan kamoloti yuksak ayollar Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning nikohlarida bor edi. Lekin ularning ichida go'dak yoshroq bo'lgan Oysha roziyallohu anhoni suyishlari uning demak ayollik jihatdan ustunligi uchun emas edi. Balki ilm, zakovat, taqvo va itoatlari uchun edi. Oysha roziyallohu anha Rasululloh akram alayhisolatu vassalomdan bitta hadisni eshitib ketavermagan ekan. Imkon qadar shu savol berib, ko'proq narsa o'rganib qolishga intilganlar. Va bu Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga eng mahbub holat hisoblanadi.